Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 25-sentyabr Andijon Soy Kaptar bozoridamiz. Ertamanda mana shu bir juftga 1,5 ming dollar berishyapti. Mana savdo ertamanda boshlanibdi. Iqror aka, o'zi narxini nech pul deyapsiz aka? 3000 dollar. Bular ham sizdan, bular mana 1,5 ming qilishibdi hozir, mana 1,5 mingga berilmayapti. Bularning narxi nech pul? Modalar 1000 dollar. 1000 dollar. Mallar 400 dollar. 400 dollar. Bu moda ekan bu ham, ha? Modalarni nech pul dedingiz, modalar? 1000 dollardan. Bularchi sizdan bular ham? Jupi 1,5 ming dollar. Jupi 1,5 ming dollar. Bularchi aka? Mana 500 dollar serparchi bo'ladi, mana 400 dollar. Qo'ylar. Aha. Mallar moda. Moya moda serparchi. Modalar. Telefon nomeringiz nechi Iqror aka? 90 3900. 3900. Aka ukalar aloqaga chiqa olasizlar. Ma'da ham mana chinnilar. Qizil toshlar. Juvonalar ekan. Bu kimdan bu aka? Sizdanmi aka? Ular narxlari nechi puldan? 1 milliondan 200 dollargacha. 1 milliondan 200 dollargacha. Narmoda sana bo'lgani? Bir aylanib ketadi. Ha. Noana buniki. Aka, telefon nomeringiz nechi aka? 91lik 616 74 27. 74 27. Bozorini bersin aka, barakasini bersin. Mana qizil tosh. Bular kimdan aka? Sizdan aka? Narxi nechi pul bo'ladi? Ularning narxi 1 milliondan deyapti. 1 milliondan. 3 million. 3 million. Moda ekan bu. Moda u, narga ham moda, narga nar. Bitta nar bor ekan. Bollari narga otasi aka. Ha. Telefon nomeringiz nechi aka? 91lik. 91lik 491 491 3026. 3026. Bozorini bersan aka. Bu kimdan aka? Sizdanmi aka? Nech pul ekan bular jupi? 700 dollar. Telefon nomeringiz nechi aka? Beramizmi? Telefon nomerini. Mana shu edi. Yaxshi pullarga sotilib ketsin aka. Yaxshi pullarga sotilsin. Sog' bo'linglar. Mana shu yerda o'zida kaptar bor, hozir arzon qildik. Boshqa kaptarlar endi chiqyapti. O'sha bozorlar bo'lyapti.